Assalomu alaykum hammaga. 20 million 300 ming so'm bitgan mebellarimiz bilan tanishib chiqamiz. Prihoshkamizning eni 290 bo'ladi, balandligi 230 bo'ladi. Prihoshkamizning bir qismini shunday polkalatib berganmiz, kiyim, obuv taqishimiz uchun. Prihoshkamizda ilik zamok qo'yib berganlar uchun shunday zamok, ilik tartmali zamok qo'yib bergan, dokument, aksessuarlarni qo'yish uchun. Prihoshkamiz ikkinchi qismini shekalatib berganmiz. Kurtka nalas uchun tepa qismini shunday mexanizmlar qo'yganmiz, rubashka, kostyumlar uchun. Bu yerda bilasizlar, avvalroq kuxni bilan taxlab berganmiz. Kuxni mebelimizning eni 390 bo'ladi, balandligi 280 bo'ladi. Kuxni mebelimizda pul mo'ljallarni qo'yib berganmiz. Bilasizlar, bizning YouTube kanalimizda kim shunday arzon mebellarga kerak bo'lsa, Daniel mebelga murojaat etaverasizlar.